davlat tili sifatida o'zbek tili belgilangan bo'lishiga qaramasdan davlat idoralariga fuqarolar xohlagan tilda murojaat qilish imkoniyati bor ekanligi qonunda belgilab qo'yilgan. Bu bugungi kunda o'zbek tilini rivojlanishiga eng katta xalaqit berayotgan normalardan biri. 3000 yillik davlatchilik tariximiz haqida gapirib turib, o'zbek tilini bugun bir kuchli qonun tili emasligi yoki texnologik rivojlanish tili emasligi bizni xavotirga solish kerak. Boshqa millatli vatandoshlarimiz yoki hatto mana o'zimizni o'zbek farzandlarimizni maktablarda rus tilida ta'lim olishi kabi masala o'ylab qaraladigan bo'lsa agar O'zbekiston uchun bugun bir xavf darajasida shakllanyapti. 10 ta odam turgan bo'lib 9 tasi o'zbek, bittasi boshqa millatdan bo'lsa, o'sha 9 ta o'zbek buni tilida gapirishni xohlaydi. 80% dan ziyod bo'lgan o'zbek xalqi 2,5% atrofidagi rus millatli vatandoshlarimizni orqasidan ergashishga to'g'ri kelyapti. Biz qachon millat sifatida birlashamiz? Biz qachon millat sifatida o'zimizni qadrimizni anglaymiz? Shubhasiz, o'zlikni anglash, vatanparvarlik va millatni sevish kishining o'z ona tiliga bo'lgan hurmati orqali namoyon bo'ladi. O'zbek tili mavqeini oshirish bo'yicha qator hujjatlar qabul qilinyapti. Biroq hujjatlardan tashqari amaliy harakatlarni ko'rmayotganimiz ham afsuski haqiqat. Xo'sh, o'zi o'zbek tilining amalda rivojlanishiga nimalar to'siq bo'lyapti? Davlat tili mavqeini oshirish uchun nimalar qilinishi kerak? Tashqi bosimlarga qarshi kurashda davlat tilining ahamiyati qay darajada bo'lishi lozim? Bu borada qanday ishlar qilinishi shart? Kun.uz shu kabi savollar bilan Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirovga yuzlandi. Assalomu alaykum, Alisher aka, intervyuga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Rus vatandoshlarimiz uchun ta'lim va televideniyada rus tili nomutanosib darajada ko'p degan fikrni ilgari surgan ekansiz. Aynan shu fikringizni asoslab bersangiz. Rahmat. Fikrlarimizni sharhlash uchun imkoniyat bergan Kun.uzga o'zim alohida minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. So'nggi paytlarda Rossiyadagi jamoatchilikda juda ko'p Markaziy Osiyo xalqlari haqida negativ fikrlar va noto'g'ri talqinli, tahdidli, shovinistik fikrlar yangramoqda. Bu fikrlar albatta O'zbekistondagi jamoatchilikni ham juda ko'p e'tiroziga sabab bo'lyapti. Mana shu fonda biz ham demak bir O'zbekistondagi milliy taraqqiyot, milliy yuksalish g'oyalarini ilgari surayotgan bir partiya sifatida o'z munosabatimizni bildirishimizni maqsadga muvofiq deb hisobladik. Bu munosabatlarga rasmiy Rossiya davlat idoralari tomonidan, alohida Tashqi ishlar vazirligi tomonidan bildirilayotgan munosabatlarni agar biz oladigan bo'lsak, ular bu narsani go'yoki shaxsiy fikr yoki g'alati fikrlar kabi juda oddiy so'zlar bilan baholab qutulishmoqda. Davlatning pozitsiyasi emas degan fikrlar bildirilyapti. Bu davlatning pozitsiyasi emas degan masala go'yoki bunga e'tibor bermaylik bunaqa fikrlarga degan ma'noda qaysidir ma'noda bir allalashga o'xshaydi. Lekin juda uzoq davlatchilikka ega bo'lgan va o'zini qadriyatlariga ega bo'lgan o'zbek xalqi bunday masalalarni asli tagida qanday ma'no yotgani va qanday maqsadlarni niyat qilinayotganligi haqida juda yaxshi bilib turibdi. Biz millatchilik masalasi yoki millatlararo nizolarni qo'zg'atish masalalaridan juda yiroqdamiz. Bu global dunyoda notinchliklar fonida yuzaga kelayotgan Markaziy Osiyodagi mana shu tortishuvli bir holat, sobiq Sovet hududidagi tortishuvli bir holatlarni yaqqol bir ko'rsatkichi. Imperiyani tiklash niyati borligini imperiyani tiklash niyati haqida masalan Rossiyadagi nafaqat norasmiy, balki rasmiy idoralarda ham bu haqida juda ko'p gapirildi va bu qaysidir ma'noda nafaqat xulosa qilish, balki amaliy harakatlarni zaruratini ham taqozo qilmoqda. Aynan shu bayonotlarni negizida agar biz tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda bugungi holat qanday va O'zbekistonda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan masalalar bizni tashvishga soladi. Shu o'rinda davlat rahbarini Ma'naviyat ma'rifat kengashi hamda xavfsizlik kengashida qilgan ma'ruzalari bu masalalarni juda ko'p nuqtai nazardan izoh va sharhlarini yetarli darajada ochib berdi. Bugungi O'zbekiston jamiyati o'zini qadriyatlari, o'zini davlatchiligi va o'zligi nuqtai nazardan aniq pozitsiyaga ega. Biz ma'lum bir masalalarni tahlil qilib ko'ryapmiz. Bugun O'zbekistonda bolalar bog'chasi, maktablarda rus tilini
asl deb o'ylab qaradigan bo'lsak, mutanosib tarzda O'zbekistonni rus millatiga mansub vatandoshlarini o'z ona tilida maktabgacha ta'lim va maktab ta'limini olish uchun imkoniyat yaratish degan maqsadini ko'zda tutish kerak. Xuddi shunday O'zbekistonda o'zbeklardan tashqari 100 ga yaqin boshqa millatlarni ham o'z milliy qadriyatlari, o'z an'analarini saqlab qolishi uchun sharoit yaratib berish masalasi konstitutsion norma sifatida o'zbek davlatchiligini bir majburiyati sifatida e'tirof etilgan. Shu sababli agar biz bu yerda qaysidir millatga u millatni qadriyatlari haqida gapirayotgan bo'lsak, bu millatchilikdan emas, bu birinchidan konstitutsiyada e'tirof etilgan bizni majburiyatlarimiz haqida tan olish bilan birgalikda eslatib qo'yish kerak bo'lgan boshqa masalalar haqida ham gapirilyapti. Masalan, O'zbekistonda bugun o'zbeklardan tashqari, masalan, qozoq millatiga mansub 4,5% atrofida vatandoshlarimiz bo'lsa, rus millatiga mansub vatandoshlarimiz 2,5% atrofida tashkil qiladi. Lekin nima uchun O'zbekistondagi maktablar va bog'chalarda bugun rus tilida ta'lim berish, rus tilida ish olib borish kabi masalalar bu judayam ko'p, judayam keragidan ortiq. Taklifni tagidagi asl ma'no shundan iborat ediki, biz o'zimizda yashayotgan boshqa millatli vatandoshlarimizni o'z milliy tili, o'z qadriyatlarini saqlab qolish uchun davlat sifatida, konstitutsion norma majburiyat sifatida sharoit yaratib berishini e'tirof etyapmiz va qo'llab-quvvatlayapmiz. Lekin masalan, boshqa millatli vatandoshlarimiz, qozoq millatli yoki turkman millatli yoki qirg'iz millatli vatandoshlarimiz ham rus tilida ta'lim olishi yoki hatto mana o'zimizni o'zbek farzandlarimizni maktablarda rus tilida ta'lim olishi kabi masala o'ylab qaraladigan bo'lsa agar, O'zbekiston uchun bugun bir xavf darajasida shakllanyapti. Bugun til siyosiy kuch sifatida, yumshoq siyosiy kuch sifatida ishlatilayotganligini biz yaqqol ko'ryapmiz. Til masalasi bugun oddiygina bir muhokama qiladigan masala emas. Agar qaysi millat o'z tiliga nisbatan, o'z qadriyatlariga nisbatan munosabatini o'zgartirsa va u til yoki qadriyatlardan uzilib qoladigan bo'lsa, bunday millatlarni bugungi kunda yo'q bo'lib ketish xavfi mavjud ekanligi ko'rinib turibdi. 3000 yillik davlatchilik tariximiz haqida gapirib turib, o'zbek tilini bugun bir kuchli qonun tili emasligi yoki texnologik rivojlanish tili emasligi bizni xavotirga solish kerak. Rus tilini kamaytirish uchun qanaqa takliflarni bera olasiz? Ta'lim, televideniya va boshqa zarur yo'nalishlarda. Mana masalan, ta'lim masalasida biz bugun 1-sinfga borayotgan bolalarni yoki bog'cha bolalarini rus tilida tarbiya berilayotganligini va rus tilida rus pedagoglari ular bilan ishlash orqali dars berilayotganligini ko'ryapmiz. Aslida o'zbek qonunchiligi bo'yicha rus maktabi degan tushuncha yo'q, lekin juda ko'p maktablarimizda rus tilida darslar berilyapti va rus pedagoglari ko'p ishlayapti. O'zbek oilalarini hatto bugun rus sinflariga bolalarni berayotganligini ko'ryapmiz. Biz ko'pgina ota-onalar bilan gaplashganimizda ular aytishyaptiki, biz bilmadik, til bilmadik va farzandlarimiz til bilsin degan ma'noda bir ezgu maqsad aslida ko'zda tutilgan. Lekin til o'rganish masalasi bu 1-sinfdan yoki bog'chadan boshlanadigan masala emas. Bog'cha va maktabni ilk davri bu bolani asl tarbiya, poydevor tarbiya davri hisoblanadi. Va mana shu davrda bolani qadriyatlariga bo'lgan hurmat, o'z milliy o'zligini, an'analarini asrash, o'z qadriyatini, qiymatini bilish kabi masalalar singdirilishi kerak. Masalan, Yaponiya, Koreya kabi, Xitoy kabi uzoq tarixga ega bo'lgan millatlarni agar bugun bog'cha va maktablarini ko'radigan bo'lsak, o'sha ilk davr tarbiyasi o'zligini anglashga qaratiladi. Nima uchun aynan bog'chalar va maktablarning ilk davrida rus tili bilan shug'ullanish masalasi bugun o'sha tashqi bizni do'stlarimiz tomonidan alohida urg'u berib qo'llab-quvvatlanayotganligining orqasida siyosiy maqsadlar bor ekanligini bugun hech kim sir sifatida ko'rmaydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, til bugun ta'sir kuchi, o'sha ta'sir kuchi sifatida belgilanyapti. Mana birgina misol keltiraman. O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun bor. Davlat tili haqidagi qonunda fuqarolar o'zaro murojaat tili sifatida xohlagan tilni tanlashi mumkin. Lekin davlat tili sifatida o'zbek tili belgilangan. Davlat tili sifatida o'zbek tili belgilangan bo'lishiga qaramasdan,
davlat idoralariga fuqarolar xohlagan tilda murojaat qilish imkoniyati bor ekanligi qonunda belgilab qo'yilgan. Bu bugungi kunda o'zbek tilini rivojlanishiga eng katta xalaqit berayotgan normalardan biri. Nima uchun? Chunki agar biz tilni rivojlanishini xohlasak, bu tilga ehtiyoj paydo qilishimiz kerak. Agar tilga qo'llanish uchun ehtiyoj paydo bo'lmasa, u til o'z-o'zidan zaiflashib boraveradi. Mana bugungi kunda O'zbekiston jamiyatida mana ta'lim, televideniya, huquqiy hujjatlar tayyorlash, notarial xizmatlar kabi masalalarni agar olib qaraydigan bo'lsangiz, rus tilida hujjat tayyorlash bu odatiy holga aylangan masala. Bu o'zbek tiliga bo'lgan ehtiyojni zaiflashishiga olib kelyapti. Yaqqol bir misol keltiraman sizga. Davlat idoralariga fuqaro xohlagan tilda murojaat qilishi mumkin. Men aynan shu holatni Germaniyadagi namunasini keltirmoqchiman. Germaniyada agar davlat idoralariga nemis tilidan boshqa tilda murojaat qiladigan bo'lsangiz, nafaqat ko'rib chiqilmaydi murojaatingiz, balki jarimaga tortilasiz. Ya'ni davlat sifatida o'z tiliga munosabatni mana shunday qurish orqali nemis tiliga bo'lgan ehtiyojni ular yuzaga keltiradi va siz nemis tilini o'rganishga majbur bo'lasiz. Lekin O'zbekistonda bugun o'zbek tiliga bo'lgan ehtiyojni biz o'z qo'limiz bilan susaytiryapmiz, zaiflashtiryapmiz. Davlat idoralariga murojaat qilish xohlagan tilingizda mumkin. Bog'chaga borsangiz boshqa tilda ishlash bemalol mumkin. Maktablarda, ilk sinflarda bemalol boshqa tillarda ta'lim berish mumkin kabi kenglik hisobiga biz nafaqat o'zbek tilini zaiflashuviga, balki boshqa tillarni ustuvorroq va o'zimizni xalqimiz uchun, o'zimizni farzandlarimiz uchun o'sha o'zga tillarni jozibaliroq bo'lishiga sabab bo'lib qolyapmiz. Va buni natijasi sifatida mana nafaqat tilimiz rivojlanmayapti, balki yosh avlod boshqa tilli bo'lib katta bo'lyapti. Mana masalan Toshkentda. Va yana bir stereotip borki, O'zbekistonda o'zbek tilini bilmaslik uyat emas, lekin rus tilini bilmaslik uyat. Mana shu hozir men sizga stereotiplarni parchalab tashlash uchun nima qilish kerak? Hozir men sizga aytgan holatlarni hammasi aynan shu qanoatlarni, aynan shu mezonlarni jamiyatga bemalol joylashishiga sabab bo'ladi. Bugun masalan o'sha boya aytib o'tganimdek davlat idoralariga xohlagan tilingizda murojaat qilish mumkin degan masala fuqaroga shu erkinlikni berganimiz davlat xodimini shu tilni bilishi majbur bo'lishiga olib kelyapti. Ya'ni davlat xodimi demak agar rus tilini bilmasa yoki boshqa tillarni bilmasa, demak davlat idorasida ishlashi maqsadga muvofiq emas degan masala bo'lyapti. Talab ehtiyojni keltirib chiqaradi. Ehtiyojni keltirib chiqaradi. Aynan shu sababli biz agar o'zbek tiliga munosabatni o'zgartirishni xohlaydigan bo'lsak, birinchi o'rinda o'zbek tiliga nisbatan ehtiyojni paydo qilishimiz kerak va o'sha qonunimizdagi bugungi kunda tilimizni rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan normalarni o'zgartirish va tilni yana ham talabchanroq, o'zbek tiliga ehtiyojni yuzaga keltiradigan normalarni qabul qilishimiz kerak. Endi meni taklifimni ichidagi asosiy masalalardan biri rus segmentidagi axborot vositalari tomonidan noto'g'ri talqin qilindi. Men aytgan edimki, boshlang'ich ta'lim ona tilida olib borilishi kerak degan so'zni rus segmentidagi juda ko'p axborot vositalari o'zbek tilida deb tarjima qildi. Rus millatli bir vatandoshimizning ona tili o'zbek tili emas-ku. Aynan shu sababli u taklifni tag ma'nosida rus millatli vatandoshimiz ilk sinfni rus tilida boshlasin. Ya'ni o'z savodini o'z ona tilida chiqarsin. O'zbek millatli biz vatandoshimiz o'zbek tilida chiqarsin. Ya'ni birinchi sinfdan boshlayotgan paytida bugun aytishadiki, ota-onalarni tanlovi bu deb aytishadi. Agar biz ota-onalarni tanloviga qo'yadigan bo'lsak bugun, masalan birgina qonunda umumiy o'rta ta'lim majburiy hisoblanadi. Agar biz ota-onalarni tanloviga qo'ysak, bolasini bugun maktabga borib o'qish emas, bozorda borib hammollik qilishni xohlagan ota-onalar ham yetarli darajada topiladi. Bu masalada milliy taraqqiyot, milliy kelajak masalalari muhokama qilinayotgan paytida ota-onalarni tanlovi ustuvor bo'lmasligi kerak. Bola o'zbek millatiga mansubmi, u ilk savodini o'z ona tilida, o'z qadriyatlarini o'rgangan holda boshlash kerak. Xorijiy tillarni o'rganish yuqori sinflarda keyin erishsa bo'ladigan masala. Bizni o'zbeklarda hozir mana shu fikrni talqin qilayotgan paytida millatchilikka bog'lashga harakat qilishyapti. O'zbeklarda hech qachon millatchilik bo'lmagan. O'zbeklarda agar millatchilik bo'lganda, Ikkinchi jahon urushida bir nonni ham nemisga, ham rusga bermagan bo'lardi. O'zbeklardek bag'ri keng millat yo'q. O'zbeklardek bag'ri keng millat yo'q albatta va bu millatchilikni bu xalqqa qanchalar xohlasangiz ham kiydira olmaysiz, chunki bu millat tabiatan millatchi emas. Yana bir masala bor.
o'zbek tilini katta minbarlarda yangrashini targ'ib qilish. Rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlarda yashaydigan shaxslar ko'pincha dunyo tili qaysi til bo'lishidan qat'iy nazar o'z ona tilida katta minbarlarda, katta tadbirlarda fikrlarini bayon etadi. O'zbeklarchi aynan o'zbek tilini katta minbarlarda yangrashi uchun biz bugun nimalarga ko'proq urg'u qaratishimiz kerak deb hisoblaysiz? Bilasizmi, bu boyagi o'sha yuqorida aytayotgan fikrlarimizni davomi sifatida shuni aytish mumkinki, bizga yaxshi ma'nodagi bir millatchilik yetishmaydi. Biz o'z qadrimizni anglashni bilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak bo'lgan masala. Bugun katta avlodni ichida o'sha asoratlar bor deb aytishimiz mumkin, lekin biz afsus bilan aytamiz, bugun o'sha ta'lim tarbiya tizimimizdagi hanuzgacha muvaffaqiyatga erisha olmayotgan islohotlarimizni oqibati sifatida yosh avlod ham aynan o'sha asoratlardan zararlanyapti. Bilasizmi, bir yirik siyosatchining fikri bor, bosib olingan millatlarni sindromi bo'ladi. U millatlar o'zidan nafrat qilishga majbur qilinganligi sababli o'zligidan nafrat qiladi. Ya'ni o'zligiga nisbatan doimo adolatsiz baho beradi. Bu bosib olingan millatlarga xos bo'lgan bir sindrom. Aynan shu masalani bugun biz afsus bilan aytishimiz kerak, o'zbek jamiyati ham yashayapti. O'z tiliga nisbatan o'sha boyagi qadrsiz munosabatda bo'lish, lekin o'zga xorijiy tillarga nisbatan juda yuqori kayfiyatda yondoshish kabi masalalar ham aynan shu o'sha bosib olingan millat sindromi deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Endi xalqaro minbarlarda mana esingizda bo'lsa agar vazifasiga kirgan paytlarda davlat rahbari elchilar bilan uchrashuv paytida aytgan edi. O'zbek tilini bilmagan diplomat qanday qilib O'zbekistonni vakili bo'lishi mumkin? Afsus bilan aytish kerak, bugun o'sha xorijiy tilni o'rganish jarayonida nafaqat tilini, balki o'zligini ham unutib yuborayotgan nafaqat elchilar, balki afsus bilan aytish kerak, ertani elchilari bo'lgan maktab o'quvchilarida ham aynan shunga o'xshagan masalalar bor. Biz hozir yuqori minbarlarda o'zbek tilida ishlatish haqida gapirishimiz mumkin, lekin uni asl muammoni manbai maktab va bog'chalarda ekanligini unutmasligimiz kerak. Agar biz bog'chada bugun ustuvor til sifatida rus tilini tan olayotgan bo'lsak, bolalarimizni murg'ak hali o'zini qadriyatini anglash darajasi endi boshlanayotgan paytida o'zga tilda qadriyatlarni singdirishni boshlasak, o'sha ilmni eng birinchi qadamlari qo'yilishi kerak bo'lgan 1-2 sinflarda o'zga tilda agar biz uni o'rgatishni boshlasak, yuqori minbarlarda o'zbek tilini ishlatish u yoqda tursin, qadriyatlarimizga nisbatan hurmatsizlik qiladigan o'zimizni avlodni ham afsus bilan yetishtirib qo'yish mumkin bo'ladi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, O'zbekistonda bugun yaxshi ma'nodagi bir millatchilik, yaxshi ma'noda millatni sevish, vatanparvarlik kabi masalalarda biz juda qattiq oqsayapmiz. Va bizni bu zaifligimizda juda yaxshi baholagan o'sha xorijda turib, hali Markaziy Osiyodan umidini uzmagan, hali o'zini milliy manfaatlarini Markaziy Osiyo orqali, xususan O'zbekiston orqali ko'rayotgan ayrim davlatlar va ularning shovinistik siyosatchilari bu zaiflikdan unumli foydalanishni maqsad qilyapti. Konkret qanaqa yechimlar bera olasiz shunda? Konkret yechimlar albatta, masalan, ta'lim tarbiya sohasida islohotlarni yanada jadal va tezlashtirishimiz kerak. Birinchi o'rinda rus tilini ta'sirini qisqartirish uchun biz davlat tili degan normani amaliyotda joriy qila olishimiz kerak. Konstitutsiyada ham yozilgan, qonunlarimizda ham aniq belgilab qo'yilgan o'zbek tili davlat tilidir. O'zbek tili davlat tili bo'ladigan bo'lsa, demak davlat idoralariga murojaatdan boshlab, huquqiy hujjatlarni rasmiylashtirishdan boshlab, tashqi yozuvlarga qo'yiladigan talablardan, reklamaga qo'yiladigan talablardan, umuman tilni qo'llash sohasida davlat tili ustuvor ekanligini amalda ta'minlashimiz kerak. Biz o'z tilimizga bo'lgan munosabatni nafaqat o'zgartirish, uni amaldagi qonunchilikka tayangan holda himoya qila olishga ham erishishimiz kerak. Buni kim qilib beradi bizga? Agar bugun o'sha boyagi 2,5% atrofidagi rus tilini ustuvorligini saqlab tura olayotgan vatandoshlarimiz 80% dan ortiq bo'lgan o'zbek xalqini o'zini tilini himoya qilishi uchun shuncha katta agar qarshilik ko'rsata olayotgan bo'lsa, biz tilimizni rivojlantirish haqida hali demak gapira olmas ekanmiz. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu masalaga kelganda bizda milliy konsolidatsiya juda zarur. Odamlar, bizning xalqimiz hech kimni kamsitmagan holda qonunlarda belgilangan boshqa millatli fuqarolarimizni o'z tilini saqlash, qo'llash, rivojlantirish uchun sharoit yaratib berish majburiyatini e'tirof etgan holda o'zimizni milliy tilimizni qonunlarda belgilanganidek
to'g'ri qo'llashni jamoatchilik va faollarni barchasi to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Ana o'shandagina biz bugunga o'xshab boshqa bir tilni ta'sirini qanday kamaytiramiz degan savollarga javob berishga to'g'ri kelmaydi. Bizda bugun shunday bir tasavvur paydo bo'lyaptiki, 80% dan ziyod bo'lgan o'zbek xalqi 2,5% atrofidagi rus millatli vatandoshlarimizni orqasidan ergashishga to'g'ri kelyapti. Biz qachon millat sifatida birlashamiz? Biz qachon millat sifatida o'zimizni qadrimizni anglaymiz? Qachon biz o'z qadriyatlarimizni himoya qilishga erishamiz? Agar mana shu savollarga javob berishni xohlaydigan bo'lsak, albatta bizdagi milliy birikish, milliy anglash, milliy o'zlikni anglash kabi masalalarni bartaraf etishimiz qancha tez bo'lsa, shuncha o'z natijasini tezroq beradi. Fikrlar uchun rahmat Alisher aka. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat.